Nega Serxio Ramos Mesut O'zilning formasini kiyib maydonga tushgan? 2012-yilda Real Madrid va Deportivo o'rtasidagi o'yin tanaffusida Mourinho O'zilning o'yinidan juda g'azablanadi. Kiyim almashtirish xonasida O'zil va Mourinho o'rtasidagi qizg'in tortishuvdan so'ng Mourinho O'zilni Kaka bilan almashtirishga qaror qiladi. O'zil bu holatni shunday eslaydi: "Men kiyim almashtirish xonasida yolg'iz o'tirardim va Mourinhoning so'zlari boshimda aylanardi. Birdaniga Ramos kirib keldi. Mendan formamni so'radi va uni o'z formasining ostidan kiyib oldi. Uchrashuv davomida Ramos gol urishga harakat qildi. Shunda u formasini yechib, mening formam bilan golni nishonlashi mumkin edi. U bir necha bor urinib ko'rdi, lekin gol ura olmadi. Aynan o'sha o'yindan boshlab Serxio Ramos bilan bo'lgan munosabatim juda ham mustahkamlandi va u mening eng yaqin do'stlarimdan biriga aylandi." Sizningcha Ramos ushbu harakatni haqiqatdan ham O'zilni qo'llab-quvvatlash uchun qilganmi yoki Mourinhoning tagiga suv quyish uchunmi? Javobingizni izohlarda yozib qoldiring.